Ammo shaharning ichidagi xalq vasvasiga tushib qolgan edi. Ular Xo'ja Sharif Qashqariyning payloqchi xufiyalaridan ehtiyot qilishib, ko'nglidan kechgan xiyollarini, anglagan mishmish faranglarini bir-biriga asta pichirlashatdi. Ay, angladingmi? Amir Kabir Said Ali Olibning shaharga hujum qilish niyati yo'qmish. Hujum qilish niyati yo'q odam ajab lashkar tortib ketdi-ku amsa. Shuni deyman. Shaharni muhosiraga ilib bo'ldi ayna. Bu yilmi ochliqdan qisiladigan o'xshaymiz. Rost aydilar. Ular o'tgan yilidagidek bug'doyni o'rib iliblar, yana qaytib ketgudak. Shundaqli bo'ladigan bo'lsa, qursaqni qandoq qilurmiz? Yelimi uyda yigidek hech nima qolmadi. Bizning uydimi shkolog'idek bir narsa qolmadi. Bolalarim hovlidagi ikki tip o'rikni yeb jon saqlayotgani 2-3 kun bo'ldi. Bizning uyda o'rikmi yo'q? Ilojisiz o'rik g'azini yeyotimiz teqi. Bu Xo'ja Sharif degan to'ng'iz yo jangi chiqmidi, yo shaharni bekorlab yo'qolmidi. Uni yeydigandan g'emi yo'q. Bundoq och qo'rsoq o'limni kutib yotqicha, ombordagi xon ochliqni bo'lmaymizmi? Oson jamdilar. Lashkarlar kech-kunduz uxlamay saqlayotdi u yerni. Shahar darvozasini taqib olib, yo sirtqi chiqqini qo'ymagan odamni. Bundaq bularni bilgan bo'lsak, burunroq shaharni tashlab chiqib ketar ekanmiz. Said Ali olib, shahar atrofidagi ra'iyatga ochliq tarqitib beribdi-dak. Bolalarimiz qarab turib, ochliqdan o'lib ketadigan bo'ldi. Samarqandliklarning zulmidan qutulsak bo'ladi. Manqaylislar, sizningcha shundoq kunlarmi kelama? Keladi. Natayin juma. Shahar sirtidagi xonlashganlarini ko'rganlar. Alloh egam o'zi osonlik berar. Shundoq Allohdan bebuyruq qiltavermaydi. Shu kunlarda Qashqar shahrida Navoiyxona, Samsxona, choyxona, oshbuzullar butunlay taqilib qolgan edi. Ko'cha rastalarda kasblarning xaridor chaqirib to'lgan ovozini anglag'ili bo'lmaydi. Mayli atigini, mayli keshtiki bo'lsin, eshakdan boshqa hayvonlarning ovozi anglanmaydi. Kishilar uylarida boqqan halol hayvonlarning hammasini yeb tugatgan edi. Qushlarmi biror falokatni sezgandek, Qashqar shahrining osmonidan agib uchib o'tayotgandek qiladi. Shahar shovqin suransiz edi. Masjid munorlaridan ma'zillarning kishilarni namozga da'vat qilib to'lg'an azonlarla anglanadi. Lekin bu azon ovozlari jonsiz, mungluq edi. Taqvodor, g'ururluq, nazari ustun qashqarliklar shu kunlarda nomusni qayirib qo'yib, ko'ziga chiliqqan biror yerim paxtak, kaptar, hatto qushqoch ko'rsimu tutib yeyish uchun horg'ichi qo'g'laydi. O'g'zilariga o'ylinlariga qurib qo'ygan qismoq, basmoq, qiltoqlarini kunda necha qitim zo'r umid bilan yo'qlaydi. Uylardan norasidalarning ota-onasiga bir to'g'ram non g'alvisini qilib, yig'lagan ovozlari anglanadi. Kishilar o't-cho'plarning yiltizdan tortib, daraxtning qo'zoqlarigacha yeyishga bo'ladiganligi narsalarni yeyishga boshlagan edi. Namozlarida
jazo yurishi qilg'uchi qo'shinning shaharga tezroq hujum qilib kirishini yoki qamalni bekor qilib qaytib ketishini tilaydi. Shahardagi ocharchilikning aksicha, shahar sepilidan qilishmog'idak egiz tomlar bilan qo'rshalgan amir mahkamasining o'ttirisidagi tal barangliq supiga rastlangan dasturxondagi mo'l nozi ne'matlar sutdek oydinda odamning ishtahosini qo'zg'aydi. Supining to'rt atrofidagi naqshlik to'riklarga o'rnatilgan chiroq paylardagi jin chiroqlar zaminga kumush nurlarini oymay chechayotgan to'lin oydin xijil bo'lgandek ojiz pelildaydi. To'rdagi ta'tilla ko'rpada Xo'ja Sharif Qashqari bilan yondosh o'ltirgan Pir Muhammad Barlas qo'lidagi kavob qilib pishirilgan o'g'loqning oldi putini oldirmay g'ajilayotdi. Jangga chiqmay mushundoq yetaverimizmi, janobi amir? dedi Pir Muhammad Barlas qo'lidagi chali g'ajilangan ustixonni dasturxonga tashlab turib. Bu degan yovning hayvisini oshirib, o'zimizning jasoratini sundirganlik. Bahodir Samarqand lashkarlari uchun nomus. Allaqandoq xiyollarga g'arq bo'lib o'ltirgan Xo'ja Sharif Qashqari bezorlik bilan Pir Muhammad Barlasga qaradi. Aldirafsalliq shayton vasvasasidir, janobi amir lashkar. Sizlar degan Qashqarga yengi. Ol yovning ahvolidan, shahardagi avomning paylidan ancha xabarlari yo'q. Jangga chiqishga zinhor oldirmasinlar. Xo'ja Sharif Qashqarining "Sili degan Qashqarga yengi" degan so'zi Pir Muhammad Barlasning titang tomiriga tekkan edi. U Qashqarliklarning o'ziga Pir Muhammad yengi deb laqam qo'yib olganligidan allburun xabar topgan edi. Shunga Xo'ja Sharif Qashqarining yengi degan so'zi xuddi qo'lqiga mush bilan urgandek anglandi. O'zlarini donochaqlab, bizni to'la cho'kirmisinlar? dedi u birdilli ko'zining paxtisini chiqarib. Ey sizlar amsa, yana navaqcha xotin kishilik sarayga mo'kinib yotimiz. Ol badraklar shuncha qudratlidir zodi. Bizning bahodir lashkarlarimiz ularning tangdishi emasmidir? Ay, gapimni xato tushunib olmasinlar, dedi Xo'ja Sharif Qashqari imkon bor o'zini tamkin tutishga tirishib. Ol Said Ali Olibning ilmiga to'la odam. Tadbirda babai buzriki bo'lmish, o'lispigi Xudoydatdan qilishmaydi. Aldirab tenab jangga chiqsak, oldam xaltisiga tushib kelishimiz mumkin. Yana bir necha kun ta'xir qilaydi. Ular bizni qo'rqdi, jangga chiqishga petinolmadi deb beqo'tlashsin. Shol chaqda shaharning 4 darvozasidan tangni chiqib, shapqin urimizda o'zini o'ngshab bo'lg'icha teri-peran qilib qirib tashlaymiz. Yana saqlab olsak, o'tgan yildagidek bug'doylarni o'rib yilib tikib olsa, o'l chaqda nimaga shapqin urimiz, amir janoblari? Xabarlarda bordir. Hozirgi bor ochliq lashkarlarimizni bir oy beqishimizga oron yetdi. Shaharda hech nima qolmadi. Xo'ja Sharif lom jim demedi. Ochliq masalasi unimi oldiratib qo'ygan edi. Samarqanddan keladigan oziq-tulikdan texchilar xabar yo'q edi. Nima uchundir Mirzo Ulug'bek ularni esidan chiqarib qo'ygandek qiladi. Pir Muhammad Barlas Xo'ja Sharifni javob berishga yana undadi. Gap qilmamla amir. Shundaqdimi yana 2-3 kun ta'xir qilaydi, dedi Xo'ja Sharif Qashqari johillik bilan. Shu topda u Pir Muhammad Barlasning gapiga oldirab ma'qul bo'lsa, o'zining amirlik shavkitiga nuqson yetadigandek.
Pir Muhammad Barlas buningdan keyin texmi haddidan eshib gediy oladigandek. Aldığı o'tib olib, buyruq vosliq qiladigandak tuyg'uga kelib qolgan edi. Amsa, faqat 3 kunni saqlayman. Dedi Pir Muhammad Barlas das o'rnidan turib. Yana farmon bermisizlar? O'z oldimga jangga chiqaverman. Voy poch Samarqandlik. Burning qonimig'icha to'xtamaydigan o'xshaysan. Har holda bahmaslab ish qilurmiz. Dedi Xo'ja Sharif Qashqari lashkargohga mengishqa tamshalgan Pir Muhammad Barlasni uzitib o'tib. Yolg'iz qolgan Xo'ja Sharif Qashqarini qattiq pushaymon, ig'ir ham besib olgan edi. O'z vaqtida Said Ahmad Mirzaga askilik qilmasam bo'pti-ekan. Martavam to'varrak bo'lsa-mu, ko'nglim xotirjam edi. Ol kekach, Panqoy amirni xohlagancha gapimga kirgizar aytdim. Nomda u amir bo'lgani bilan deganim degan, qilganim qilgan edi. Otsi Ulusbegining oldidimi? Xeyli obdan izzat ativorim bor edi. Balkim shu chaqda undaq oldiroqsalik qilmagan bo'lsam, bu chaqqicha biror viloyatga amir bo'lib qolar edim. Mana Qashqarni Mirza Ulug'bekka tava qilib, nimaga erishdim? Samarqand ordusida hech qancha ativorim bo'lmadi. Mirza Ulug'bek amirlik martabasini bergan bilan muqim biror ishga tayin qilmay, quruq o'stanga mirab qilib qo'ydi. Hala bugungi kunda haqqa g'ojlab quruq ustixon qilib qo'ygan Qashqarga amir bo'lgani bilan Pir Muhammad Barlasni amirlashgar deb qo'shib qo'yg'ashqa putqo'lim tushilib qelyotdi. Ahvol ana boyqidak. Farmonimga sarkashlik qilaman debli turgan. Endi kechikib qoldim. Said Ali olibqa al bo'lib, Qashqarni topshirsam-mu, mendan dodisining o'chini olmay, bo'ldi qilmaydi. Shunga necha kundan beri shaharni muosirga olg'ini bilan yo hujum qilmay, yo jangga undamay, yo taslim bo'lishimni talab qilmay, o'z go'shimni o'z yig'imda qo'riyotdi. Taslim bo'lib, shaharni topshirishimni talab qilgan bo'lsa-ku, sulh talab qilib boqatdim. Jonni saqlab qoladigan ish bo'lsa, har qanday talbiga ma'qul deytdim. Biroq lashkariy huquq qo'limda emas. Shunga avu Pir Muhammad yengimi menga o'rkiryalaydi. Navoda Qashqarni tatqizib qo'ysam, Samarqand ordusiga berishim mumkin emas. Ol chaqda Mirza Ulug'bekmi kerikim qolmaydi. Teq lashkarlarimning jiniga zomin bo'lding deb kallamni elishi mumkin. Qashqarga kelishga o'nimisam bo'pti-ekan. Qashqarning amirligining vasvasasida bilib turib qo'limni o'tqa soldim. Endi tortib olsam-mu ko'yidi. Qashqarni qanchalik vaqt mudofaa qilib saqlig'ili bo'lar. Ambarda pishki zapas ochliq bo'lgan bo'lsa, o'lishtirib berib, ra'iyatning ko'nglini moyil qilg'ili. Samarqanddan biror xabar kelgicha bardoshlik bergil bo'ladi. Said Ali olib, shaharni ololmagan taqdirdami, ochliqni yig'ib olmay hargiz ketmaydi. Shundoq bo'lib qolsa, lashkarlarni nima bilan boqarman? Avatgan ma'lumotlarimga Mirza Ulug'bek nemishga javob bermaydigan-da. Yoki ma'lumot qo'liga tegmaganmi-da? Yo'q, mumkin emas. Oz deganda 10 qatim chaparman mang'uzdim. Birsiningmi Samarqandga yetib bormaslik mumkin emas. Hech bo'lmasa, lashkar avatmisimi? Oziqtilik avasi bo'ladi. O'zim topgan baloga
Nega baray da'voga degini? Mushu shu o'xshaydi. Said Ali olibqa kechirim so'rab, gunohimni tilab xat avatsam-mikin? Shunda qilay. Gunohimdan o'tsa, o'tmasa, bir urinib baqay. Atili shahar sirtig'i ishonchli odamlarimdan birini mangduray. Navoda qabul ko'rmischi. O'lchaqdi mayli. Beshimga kelganini ko'rib, jangga chiqaman. Qashqarda 15 ming lashkar bor. Buni oz lashkar degil bo'lmaydi. Kim biladi o'tag'i? G'albi Nusratga yuzlanib qolamdim. Navoda shundoq bo'lib qolsa, buning bilan bo'ldi qilmay. U tarafi Aqsu, bu tarafi Yarkent, Xotan qatorliq viloyatlarni ilkimga ilib, butkul mangla so'yaga amir bo'laman. Xo'ja Sharif Qashqari bilib bilmay tatlı xiyollar qaynimig'i sho'ng'iyotdi. Shu daqiqada Amir mahkamasidan yomonlagan hisobda yenib chiqqan Pir Muhammad Barlasnimi tatlı xiyollar chirmab olgan edi. Xo'ja Sharif qasdan yovni kuchli ko'rsatib, jangning ajr to'pisini o'zining qilib olmoqchi. Amirlik martabasini pash qilib, meni kichik boladak og'ziga qaratmoqchi. Ilgirimi Samarqand lashkari divonda qilgan xizmatimning to'pisi butunlay Amir Sulton jandorg'i bo'ladi. Mirzo Ulug'bek oliylari shunini tartiqlaydi, maqtaydi, e'tiborlaydi. Mening ko'rsatgan to'pam qumga suv simganda ko'ziga ko'rinmaydi. Endi Xo'ja Sharifning og'ziga qarab o'ltiraversam, qat'iy bo'lmaydi. O'z vaqtida xon oliylari Qashqarning hamma ishlariga uni mas'ul degan bilan, yana bir-biringlar bilan obdan ko'maklashinglar deganini qo'shib qo'ygan. Demak, xon oliylarining nazarida martabam yanada uning bilan tang. Avval jangga chiqib, yovni chekindiray. Ondan bo'lingan hamma ahvolni xon oliylariga ma'lum qilurman. Tog'am Shayxul Islom Burxoniddin hazratlari Qashqar tomon mang'inimda sabr qilg'aysiz. Ol Xo'ja Sharif Qashqari o'dotliqida uzun turolmaydi. Oxirgi hisobda Qashqarning amirligimi sizga qoladi degan edi. U vaqti kelganda Mirzo Ulug'bek oliylarga ikki eg'iz yaxshi gapimni qilmay, g'emimni yemay qolmaydi. Bu navbat shaharni muosirga ilib olgan yovni yo'qotsamla, Xo'ja Sharifning ko'tiga tapmikim teximi oson bo'ladi. Tog'ai buzruk orqali Mirzo Ulug'bek oliylarga ajr to'pini o'zimning nomida ma'lum qilg'uziman. Xap Xo'ja Sharif. Qashqarliklarga laqam qo'ysin ma'qul. O'tib teshib, senmi yuzimdan yuzimga laqamimni tilga ilyapsan, ha? Ko'rsataman. Pir Muhammad yangi deb laqam qo'ygan Qashqarlikka. Amir mahkamasi bilan lashkargoh bir mahalla orqali ayrilib turadi. Atrof sutdek oydin. Ko'cha odamsiz edi. Qaysi bir xalta ko'chadan jizakchining ezilib urgan taqildoq ovozi anglanadi. Tuyuqsiz oldi tarafdan paydo bo'lgan 20-30 qari ko'langa Pir Muhammad Barlasning xiyolini uzib qo'ydi. U aran 10 necha xos nökrini elib, Amir mahkamasiga borgan edi. Qashqarga dastlab kelganda sirtqa chiqsa birar yuz nökirni hamroh qilib chiqatdi. Keyin bir qism amirlarning, boy zardorlarning qasrida o'tkazilgan ziyofat bazmalarga bunchalar ko'p qo'riqchi el berishni biat ko'rib, sonini ozitayotgan edi. Pir Muhammad Barlasning badanini bir dil sovuq tar bosdi. Otdan yiqilib tushishdan ansirgandek
ixtiyorsiz egarning qush beshini mahkam tutib oldi. Uninggacha qo'riqchilari uning atrofini chambar shaklida o'rab ulgurdi. Yeliqi qori ko'langilar uningga qarab asta-asta yiqilishyotdi. Orqa tarafimizda odam kelyotdi, dedi nökər beshi huduqqan alda. Pir Muhammad Barlas tashvishlangan holda shaqqida orqasiga qaradi. Orqa tarafidan qistab kelayotgan ko'langilarning sonimi 30 dan kam emas edi. Ko'chaning ikki tarafiga shahar aholisining uylari joylashgan bo'lib, qichish imkoniyati yo'q edi. İç-içidan qopsab kelgan vahima Pir Muhammad Barlasni tantiratdi. Etining beshini yeli oldiga, yeli orqasiga burdi. Shu daqiqada u orqasiga yenib amir mahkamasiga berib olishni yoki oldiga menib lashkargohga yetib olishni bilolmay qolgan edi. Uning orqasiga yenib Xo'ja Sharif Qashqariydan panohlik tilashga royi bormadi. Lashkargohda 15 mingga yaqin sarkarda lashkarlari bor edi. Bir ig'iz buyruq bersala, ular shaharni tub-tuz qilib o'talaydi. Mushularni o'ylab, ko'ngli bir oz joyiga tushdi. U etining beshini oldiga to'g'rilab turib, nökarlariga buyruq berdi. Biz o'tib ketaylik. Pir Muhammad Barlas oldidagi ko'langilarning piyoda ekanligini ko'rib, ostidagi chopchib turgan etiga qattiq ishongan edi. Ha, piyodalarning quyundek chepib kelgan otning oldini to'siy olishi mumkin emas edi. Sag'risiga ochiq qamchi tekkan otlar olg'a qarab jon jahli bilan chepishga boshladi. Otliqlarning bostirib kelganini ko'rgan ko'langilar bir isqirtqinicha ikki tarafga bo'linib yo'l bo'shatdi. Quyundek chepib kelayotgan ot ustida o'ltirgan Pir Muhammad Barlas ko'langilarning chiroyiga bekra qarashqimi ulgurmay o'tib ketdi. Xudoga shukr. Har nima bo'lsa hech chiqmadi. Balki men ziyoda ehtiyot qilib ketgan o'xshayman. Pir Muhammad Barlasning xiyoli oxirlashmayla, eti bir narsaga putlashib, qattiq mudirib ketdi. Xeyli xotirjam bo'lib qolgan Pir Muhammad Barlas bu tuyuqsiz zarbidan mudofiya ko'rishga ulgurmay, otning beshidan ortilib, mo'lliq otqinicha yerga gulbada yiqildi. Uning bilan tang ot choptirib kelayotgan nökarlarning ahvolimi uningdan qilishmaydi. Kimlardir ko'chiga 4 qator qilib arg'amchi tortib qo'ygan bo'lib, chepib kelayotgan otlar ashu arg'amchilarga putlashib mudirilgan edi. Hoy-to'y degicha xuddi osmondan tushgandekli paydo bo'lgan qora ko'langilar Pir Muhammad Barlasni nökarlari bilan qo'shib tutib oldi. Sizlar kim bo'lisizlar? Qattiq qo'diqib, jon imoni chiqib ketgan Pir Muhammad Barlasning tili qo'lashmaydi. Sen hozir Mo'g'uliston bahodirlarining qo'liga tushding, janobi Pir Muhammad yengi. dedi sarkarda Olchinbek lag'ildab titrab turgan Pir Muhammad Barlasga masxiralik qarab. Put qo'lida jon qolmagan Pir Muhammad Barlas qayta zuvan surmadi. U beshiga kelgan taqdiriga tan bergandek qilatdi. Yigitlar uni nökarlari bilan billa o'ng tarafdagi qo'sh qanotliq darvozaning ichiga elib kirdi. Darvoza ichi xeyli kangri ho'yli edi. Pir Muhammad Barlas ho'ylidagi qurollarni yalang'ochlab taq bo'lib turgan 500 ga yaqin yigitni ko'rib hayron qoldi. Xudoya tova. Bular nereden paydo bo'lib qolgandi? Shahar darvozalari qo'ldan ketdimi yo? Darvoza qo'ldan ketgan bo'lsa, hech bir shafi yo'q-ku amsa. Shaharga qanot yasab uchib kirmagan-da bu badraklar.
Ha-a. Bular Said Ali olib Oqsudagi chig'idila sodigar, hunarvan, madikor siyoqida yasandirib turkumga bo'lib, Qashqarga mong'uzgan nökarlar edi. Ular Pir Muhammad Barlasni nökarlari bilan Ho'ylidagi peshayvonlik uylarining ichkarisidagi qorong'u bir qaznoqqa solib, put qo'llarini midili talmug'idek qilib chambarchas bog'lavatdi. Yo'q, polvon, dedi sarkarda Olchinbek Ho'ylida shapi chiqarmay turgan yigitlarga qarab. Labbay, deb oldiga chiqdi Yoqub polvon. o'zda 100 yigit bilan berib, amir mahkamasini ko'zatsalar, qonunlari bilan javob qilinglar. Farmon berdorman. Darhol otlansizlar. Yoqub polvon 100 nafar nökarni boshlab, Ho'ylidan shapi chiqarmay chiqib ketdi. Sidiq o'g'lon, Umar o'g'lon, Abdusamat Bahodir, Shirbahrom. Labbay, deyishib oldiga chiqdi ismi atalgan 4 sarkarda. munofiq Xo'ja Sharif Kashg'ariyni qochirvasizlar. Amir Kabir janoblarining oldida har birlari bir taramdan yigitlarga bosh bo'lsinlar. Kelishvolganimiz bo'yicha Yorbaq darvozasini egilab, Sepil sirtidagi sarkarda lashkarlarimizdan shaharga kirishiga yo'l ochamiz. Abdusamat Bahodir darvoza tubidagi lashkarxonada yotgan lashkarlarning ishini bir taraf qilg'ay. Umar o'g'lon Sepilning o'ng tarafidagi burujda turgan qorovullarning ishini. Sidiq o'g'lon Sepilning so'l tarafidagi burujda turgan qorovullarning ishini bir taraf qilg'ay. Sarkarda Shirbahrom Bahodir bilan men darvoza ustidagi qorovullarning ishini bir taraf qilg'ash, darvoza ichishga mas'ul bo'lamiz. Ahvolga qarab o'zaro ko'maklashsak bo'ladi. Amir Kabir Said Ali olib janoblarining farmoni yodlarida bordir. Yodimizda. Yana bir qitim samilarga selib qo'yay. Shu topda Qashqar lashkargohida bir tumandan ortiq yov lashkari qo'g'lab yotidi. Yorbaq darvozasini qancha tez ochsak, sarkarda lashkarlarimiz shaharga shuncha tez kirib, ularni muasirga ilib olalaydi. Navoda ular lashkargohdan chiqib ketsa, qirg'inchilik yuz berib, behuda o'lim yetim bo'ladi. Oddiy avam raiyat qirilib ketadi. Said Ali olib janoblarining tadbiri ularni lashkargohdan chiqarmaslik. Shunga darvozadan kirgan sarkarda lashkarlarimizni Udul lashkargoh tarafga boshlab boramiz. Lashkargohni muasirga ilib olsak, qoldi ishlarni bir taraf qilmoq oson. Farmonni jinimiz bilan o'rindaymiz. Yigitlar Ho'ylining ichidan shapi chiqarmay chiqib, Yorbaq darvozasini nishonlab yugurishga boshladi. Tun yerimlashgan edi. Shaharni qo'rshib olgan Mo'g'uliston lashkarlari faqatli hujum qilmay jim turib olganligi uchun Sepil darvozalarini muhofazat qilayotgan Samarqand lashkarlari xeyli behudlashib qolgan edi. Uning ustiga shaharda jazo yurishi qilg'uchi qo'shin o'tgan yildagidek bug'doylarni o'rib olib chekinib ketgudek. Shaharga hujum qilmog'idek degandek paranglar tarqalg'achqa, Sepil va darvozalardagi lashkarlar ancha ehtiyot qilib ketmaydigan. Qorovullikni xeyli bo'shashtirib qo'ygan edi. Shu topda Sepil ustidagi qorovullar Sepilning qo'xtillariga yulangenicha mugda o'tadi. Darvozaning ustidagi kuzatchilar bo'lsa, g'amida yo'q, xo'rak tortib o'tadi. Yigitlar sarkarda Olchinbekning boshchiligida Yorbaq darvozasiga tan bilan yiqilishdi. Darvoza yonidagi Sepil temiga yo'lab silingan lashkarxonadagi lashkarlar ig'ir uyquga ketishgan edi. Abdusamat Bahodir yigitlar bilan lashkarxonaga shap chiqarmay yiqilishdi. Bu chaqda Umar o'g'lon bilan Sidiq o'g'lonning yigitlari darvozaning o'ng so'l tarafidan Sepil ustiga chiqib bo'lgan edi. Sarkarda Olchinbek bilan Shirbahrom Bahodirga agashgan yigitlar darvozani saqlayotgan lashkarlarni injiqlashga fursat bermay bo'g'izlab o'tdi.
darvozaning ustidagi kuzatxonada mo'gidab turgan lashkarlar pastdagi shapini sezib bir oz sagaklashdi. Ahvolni belib beqish uchun pastga tushishga harakat qildi. Lekin ular kechikkan edi. Chaqmoq tezligida darvoza ustiga chiqqan Olchinbek bilan Shirbahram Bahodir yigitlar bilan bir hamla qilibla texi uyqusi to'liq echilib bo'lolmagan bechora lashkarlarga yo'l vostak tashlandi. Qolganlaringlar xandakning osmi ko'rikini tushiringlar. Osmi ko'rikning arg'amchisi ana ovu yerda ekan. Yigitlarga buyruq berib bo'lgan sarkarda Olchinbek o'lgan lashkarlarning to'nini soldirib olib, qo'ynidagi chaqmoq toshni surkab to'nga o't tutashtirdi. To'n asta-asta tutab, keyin lappida o't oldi. O't tutashgan to'nni kuzatxonadagi yaroqdonga tizib qo'ygan bir tal naysining uchiga yo'gab, pulanglatib sepil sirtidagi taq bo'lib turgan sarkarda lashkarlarga balgi berdi. Sayyid Ali olib, barliq sarkarda lashkarlarni darvozaga yaqinlashtirib, taq qilib turgan edi. Balgini ko'rib, darvozaga qarab ot soldi. Boshqa sarkardalarmi lashkarxona va sepilning ikki tarafidagi burujda kuzatib turayotgan lashkarlarni butunlay qirvatgan edi. Shunga Yorbaq darvozasiga qarab saldek bostirib kelayotgan jazo yurishi qilg'uchi qo'shin mayli darvozada, mayli sepilning ustida bo'lsin, hech qanday qarshilikqa uchramadi. Olchinbekning yigitlariga agishib, o'dil lashkarga qarab ilgirdinglar. Lashkargahni to'liq muasirga ilinglar. Harakatinglar chaqqon ham yengil bo'lsin. Dedi ang avval Yorbaq darvozasiga kirib bo'lgan Sayyid Ali olib, sarkardalarga buyruq berib. Qashqar shahriga muvaffaqiyatli kirgan taqdirdami, shaharni saqlab yotgan lashkargohdagi bir tumandan ortiq Samarqand lashkarlariga unumli taqobil turmasa, shaharda cho'ng qirg'inchilik yuz beradiganligini jazmlashtirgan Sayyid Ali olib, ang avval lashkargohni qo'rshab, o'sha bir tumandan ortiq yov lashkarlarini midir-sidir qilolmas holatga keltirib qo'yishni planlagan edi. Bomdoddan burun shaharga kirib, shapi chiqarmay lashkargohga yaqinlashgan Sayyid Ali olibning sarkarda lashkarlari Qashqar lashkargohini butunlay qurshib oldi. Tuyuqsiz yangragan nag'ri dumboq sadosi lashkargohdagi lashkarlarnimi, shahardagi oddiy xalqnimi kechidan beri ham pushaymon ilkida uxlay olmay, andili kirpiki uyquga ilinishgan Xo'ja Sharif Qashqarinimi qattiq cho'chitibdi. Xotin bolalarni eshikni mahkam taqab, sirtqa chiqmaslikka jegilab, birdan ikkidan sirtqa chiqqan yuraklikrek erkaklar lashkargoh tarafga qarab kelishga boshladi. Yotgan o'rnidan qora bosqandek cho'chib uyg'ongan Samarqand sarkarda lashkarlari oldirab tinab kiyinib, lashkargohning temidan sirtqa qarab g'ong-tong qilishdi. Lashkargohni qatmuqat qo'rshib olgan minglagan Mo'g'uliston lashkarlari nari tortib cho'qon suran selib, hayvi ko'rsatishdi. Ular osmondan tushgandekli paydo bo'lib qolgan raqiblarni ko'rib, qattiq vahimaga tushdi. Ahvolni Amir lashkarga ma'lum qilish uchun yugurgan sarkardalar mahramlardan Amir lashkar Pir Muhammad Barlasning oqshom Amir mahkamasiga ketganicha qaytib kelolmaganligini bilib, Tiximibek sarosimiga tushdi. Beshi kesitilgan yilondek o'zlarini har tarafga urishdi. Shu topda ular jon qayg'usida qilishgan bo'lib, hech qaysisida lashkargohdagi bir tuman lashkarni boshlab chiqib, raqiblari bilan jang qilgudek jur'at yo'q edi. Lashkargoh tarafdan tuyuqsiz anglangan nag'ri dumboq sadosidan cho'chib uyg'ongan Amir Xo'ja Sharif Qashqari hech nimani anqirolmay bir necha daqiqa mugdab turib qoldi. Tuyuqsiz bir ish esiga kelgandek chachirab o'rnidan turib ketdi. Darhol ot tayyorla! Varqiradi u huduqib turgan mahramga qarab. Pir Muhammad yana degan do't Samarqand xari. Oqshom narozi bo'lib gadinni qo'pirg'inicha Allosdan pet ketib qolgan edi.
Ahvoldan qaraganda bosh-boshdoqlik qilib yovg'i shapqin urmoqchi bo'lgani o'xshaydi. Darhol to'sib olay. O'zi burniga yeb, yo'g'anchilik qilganiga to'ysug'i yaxshi bo'ladi. Hurmatli radio anglag'uvchi do'stlar. Yozuvchi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonning Bahodirnoma nomli 6 qismlik tarixiy romanining 2-chi qismini bugun mushagicha anglatdik. Davomini atki programmamizda anglag'aysizlar. Agah va dona bo'linglarki, qurol tashlab taslim bo'lsanglar, o'limdan qutulib qolasizlar. Lashkarlarni behuda talafotga uchratsa, Qashqarni saqlab qolmoq tashga to'xtaydi. Undaq bo'lsa, bizga Amir Xo'ja Sharif Qashqari bilan Amir Lashkar Pir Muhammad Barlas javoblarini ko'rsatsizlar. Qurol tashlamasanglar, oqibatinglar mana bundaq bo'ladi.